Avvalambor bu tizza qopqog'i. Tizza qopqog'ining joylashuvi. Xo'p, tizza qopqog'iga to'g'ridan-to'g'ri mana bu to'r boshli mushakni payi kelib birikadi. Tizza qopqog'ining subsimniy svязкасы. Keyin buni yon tomonida tortib turadigan, ikki tomonga tortib turadigan nimasi bor, paylari bor. Xo'p, tizzani bo'g'im yuzasi shu yerda joylashgan. Minsklar joylashadi bu yoqda, lateral minsklar. Yana asosiy strukturalardan bittasi yon boylam. Ko'pincha holatlarda tizza qopqog'ini chiqish, travmadan keyingi chiqish holatlari kuzatiladi. Bu tizza qopqog'ini medial tomondan nimaga tortib turadigan payni uzilib ketishi hisobiga tizza qopqog'i chiqib qoladi. Ko'p kuzatiladigan, eng ko'p kuzatiladigan Minsk jarohati, medial Minsk jarohati agar bosib ko'rganimizda yoki o'sha nima qilganimizda harakatlar paytda shu sohani o'zida, Minsk sohasini o'zida bu medial og'riqlar bo'ladi, diskomfort bo'ladi. Bu medial Minskni jarohatdan dalolat beradi. Tashqi Minsk jarohat bo'ladigan bo'lsa, u tizzani aynan tashqi tomoniga, bo'g'im yuzasining tashqi tomoniga to'g'ri keladi va bular harakatlar paytda to'liq bukkanda yoki zinadan chiqqanda tushganda shu sohani o'zida og'riq beradi. Ba'zan oyoq qayrilib ketish holatlari bo'ladi. Yon kollaterallar, ichki tomon uziladigan, jarohatlanadigan bo'lsa, u holatda mana hozir stabilni turibdi. Ba'zan mana shundoq harakat paydo bo'ladi. Agar tashqi kollateral jarohatlanadigan bo'lsa, ichkariga harakat. Hozir masalan mana stabilni turibdi, qimirlamaydi. Normal oyoq hisoblanadi. Agar bu jarohat bo'lsa, ichkariga harakatlanishi paydo bo'ladi. Oldingi xochsimon va orqa xochsimon boylamlar bor. Ular bittasi bundoq joylashgan bo'ladi, ichki tomondan joylashgan bo'ladi. Bu tizzani mana tortgan paytimizda bemalol turibdi. Mana shu joyda stabilni turibdi. Agar uzilgan bo'lsa, mana shu tortganimizda mana shundoq keladi, oldinga chiqadi. Agar orqa xochsimon boylam uzilgan bo'ladigan bo'lsa, mana itaramiz, lekin joyida turibdi, stabilni turibdi. Boldir suyagi itargan paytimizda orqa xochsimon boylam uzilsa, orqaga mana shundoq bo'lib ichkariga kiradi. Ya'ni tizza bo'g'imidagi nima muammo bo'layotganini klinik belgilarga qarab turib, sizda qaysi biri holat kuzatiladigan bo'lsa, shu deb taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha holatlarda shish bo'ladigan bo'lsa, suprapatillarning bursitlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy shishib ketadi. Bu ko'proq shamollash belgisi yoki bo'lmasam travmadan keyingi gemartroz tizza ustki sohasida. Keyin kista Bekera degan narsa bor. Bularniki mana normal. Ba'zan mana shu orqa tomoni shishgan holatda paydo bo'ladi. Videomiz tushunarli va juda ham foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Agar kimdagi savollar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin va kimda tizzasini qaysi qismi og'riganini kommentlarga yozishingiz mumkin.